To'silgan qon tomirlarni dori orqali ochqili bo'lamdi. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Asiya doktor. Mazmun qiziqsangiz, avval meni qo'shilib andan davomini anglang. Nurg'ulg'an mushu tajman yurak kasallik giribtar bo'lgan do'stlarimiz qon tomirlar qarta joyi tekshirishi va yoki CT tekshirishlar orqali yurak qon tomirlarida ig'ir darajada taraygan va yoki to'silgan o'rinlari borligini bayqab, bularga texmo ishkirlab, mushu qon tomirlarningki to'silgan yoki taraygan o'rinlarga turib qo'yish va yoki sharcha orqali qon tomirlarni kerish qatorliq operatsiya usullari orqali qon tomirlarni ichishni tavsiya qilgan vaqtda nihoyat bir passiv holada turdi. Endi bu do'stlarimizningki nazarda qon tomirlarningki to'silgan yoki taraygan o'rinlarni turi qo'yib ichish qatorliq operatsiyalarni qilgandan keyin odam bir yerimjon bo'lib qoldi, bir noka odamga aylanib qoldi degandek xato ko'z qarashlar tufaylidan xato bo'lgan usullarni tanlaydi. Shu sababdan endi bu do'stlarimiz mushu sirtdagi qandaqdir ma'lum xil dora va yoki ma'lum xil mahsulotlarni manchilik vaqt yoki manchi bosqich ishgandan keyin mush to'silgan qon tomirlarni pakkiz ichib yetadi, qon tomirlarni ravonlashtirib yetadi. Hatto mushu tajman yurak kasalini tüp yıldızın üzül kesil saqaytib yetadi degandek mushundaq nihoyat yolg'on so'z iboralar hamda mubolag'a so'zlar bilan e'lon qilib tashviq qilinayotgan mahsulotlarni yeyishni to'g'ri ko'rdi. Endi oxirgi bag'a vaqtda mushu mahsulotlarni yegandan keyinmi bu qon tomiridagi ahvollari yaxshilanish bo'lmay, balki texmo ig'irlab yana doktorxonaga kelgan ahvollar bo'lyotdi. Shunlashqa o'zim bir yurak qon tomir doktori bo'lish salohiyatim bilan nihoyat mas'uliyatchilik bilan aytamanki, ta hozirgacha to'silgan yoki taraygan qon tomirlarni ochadigan bo'lsin va yoki mushu tajman yurak kasallik, yuqori qon besim va yoki mushu tatliq kasal qatorliq osti xarakterli kasallarni tüp yıldızdan saqaytadigan ma'lum xil xislatli dora va yoki mahsulot qatorliq narsalar mavjud emas. Agar endi haqiqatan mushundaq xislatli dora va yoki mushundaq mahsulotlar mavjud bo'lsa, eng oldi bilan buni kashf qilgan yoki yasagan odamga birinchilab Nobel mukofoti berdi. Ondan bo'lsa bu xil retseptlar va yoki bo'lmasa mushu xil mahsulotlar bu xalq orasida bo'lib qolmasdan balki bularni keng ko'lamda tashviq qilib doktorxonalarda ishlatildi. Shunlashqa mushundaq mahsulot va yoki xislatli dorilarga ishinib, mushularga tayinib men o'zimniki yuqori qon besim kasalini, tajman yurak kasalini, tatliq kasallarimni tüp yıldızdan saqaytma va yoki qon tomirlarimniki taraygan to'silgan o'rinlarni pak-pakkiz ichib yetma degandek mushundaq niyat bilan mushu xil usulni tanlagan do'stlarimizningki cho'qim yana qaytadan bir o'ylashib ko'rishni umid qilman. Endi bunda deganim sog'lomlik mahsulotlarini qat'iy iste'mol qilsanglar bo'lmaydi deganlik emas. Lekin kasbiy doktorlarningki bergan dorilarni qayirib qo'yib, sog'lomlik mahsulotlarini asosiy o'rinda iste'mol qilish bu nihoyat bir ahmoqonalik. Haqiqatan ma'lum xil yaxshi bo'lgan sog'lomlik mahsulotlariningki badanda belgilik unumi bo'lishi mumkin. Masalan, biz o'zimiz tavsiya qilayotgan yuqori saflikdagi beliq miya qatorliq qandagi moyni tushirish, qon besimini turaqlashtirish, miyani quvvatlash jihatlarda belgilik unumi bo'ladi. Lekin sog'lomlik mahsulotlarininki unumi hargizmi dorilarning unumi bilan teng bo'lolmaydi. Shunlashqa sog'lomlik mahsulotlarini dori o'rinda iste'mol qilishga bo'lmaydi. Balki dori bilan qo'shimcha sog'lomlik mahsulotlarini iste'mol qilgan vaqtda nihoyat yaxshi bo'lgan unumga erishgil bo'ldi. Shunlashqa keng do'stlarningki foydalanib qilishni umid qilaman. Mazmun yoqtirgan bo'lsangiz yurak berib inkas rayoniga so'z qoldirishni unutib qolmang. Biz kelarki salat ko'rishaylik. Xayr xo'sh.